Amerikalik Trump degan adaş dövlətimiz bilan tamojna uruş qilib, hatto dövlətimiz tovarlardan oldigan bajni 130% kuch ko'tarib o'tmaymiz dedi. Biroq dövlətimiz buningga qat'iy bosh egmay, oxirida g'alaba qildi. Trumpning yuzi yerga tushdi. Elon Muskmi dahshatli ziyon tortdi, vayron bo'ladi dedi. Haqiqatan bu mo'shundaqmi? Ondan sonra bu qattimki tamojna urushi yangi pul urushida dövlətimiz g'alaba qildi. Amerika shundoq osonla mag'lub bo'ldi sizlarcha. Meningcha balkim aksiya bozlarini, ego gupyovlarni yoki betdengsi deganlarni o'ynayotganlar tushundiganlar buning unchvala oddiy ish emasligini amaliyotda orqasida yanılı shularniki g'alaba qilib nurg'un foyda topganligini tushundinglarg'u deyman. Qaranglar, bu yerki Trump degan birinchidan tunugin bugunlar shapqa chiqib zungtung bo'lib qolgan odam emas. Bu ikkinchi qatimliq zungtung bo'lishi. Zungtung bo'lishdan burunmi bu dunyodagi eng katta boylar qatoriki vahshiy o'zining so'z qildigan Amerikadagi cho'ng boy jamiyatning birisi. Endi bu yerdagi Elon Musk bizga texim tunishliq bu yer sharini yaratmay, Marsga, Oy shariga chiqmayman bo'ldi. Mars chiqib urilishmadi vatqa adam Tesla deymiz, bu nurg'un narsalar bor buning. Demak, bularningki jiroqni ko'rarligi, aql parasatligi dunyoda eng oldin qatorda. Onun ustiga Amerika zungtung bo'ladigan bu Trumpning atrofida jahondagi eng katta donishmand bugungi davrimizdagi Jugulianlar atrofida nechisi bor. Demak, ular ma'noda ishni qilsa bu keyin qanday bo'ladi? Dövlətimiz qandaq inkas qaytarish mumkin? Yevropadagi davlatlar qandaq inkas qaytarish mumkin? Bu hammani oldin taraz qilg'alaydi. Meningcha bu qitimliq Trumpning bu o'yinini qo'sh bisliq xanjar, ajoyib katta besligan bir maydon chaqmat o'yini. Yeni navada Trump men 130% ko'tarma, Jungo va yoki Yevropadagi davlatlar qasın ko'tarmaysan, bizning davlatdan Amerikadan o'zbet olmaysa deb bu qet yengvasa, albatta Amerika yeni qoidlardan eng yuqori o'ringa chiqdi. Ya'ni buningdan burun Amerika dunyodagi eng cho'ng yoslimichilik bir davlatda ishlab chiqarish, yoslimichilik jihatda Amerika birinchi o'rinda turdi, hukmron o'rinda turdi. Biroq yaqinda davlatimizning taraqqiyotining shiddat bilan o'sishi bilan davlatimiz bu o'rinda titrab turaldi, eshib ketgili bo'ladi, shunami? Ya'ni undan boshqa Yevropadagi davlatlar deymiz, Braziliya, Hindiston, bu degan davlatlarmi hargiz qarab turmadi. Hammasi bu jihatda yuqori o'ringa chiqmoqchi. Amerika burunqidek eng cho'ng hukmronlik o'rinda turolmadi. Unda bo'lsa, bu jihat pul topolmasak, balak jihat topolmaymizmi? Navada ma'qul deb qolsa, boshqacha, yo'q deb qolsa qanday qilamiz degan o'ylashmay qolamda, o'ylashidi. Balkim xabaringlarda bo'lsa, bu yerda Trump bu qatim zungtung bo'lgandan keyin Elon Musk bilan birga eliqib betdangisi, ehtiyoj deganlarni bundan keyin dollarni o'rnamashda ishlatamiz deb davron saqin. Shuning bilan tuyuqsiz bu bozor xalqaro tarixda bu yangi eng yuqori nuqtaga chiqib, bir tal betdangisining bahosi $109,800 ga chiqib ketdi. Tarixdagi eng yuqori rekord yaratyapti. Shuning bilan bu vaqtimizda albatta bular bir qatim foydali ma davron silib. Uning keyindan bu yaqinqi tamojna urushni ado qildik. Buningda Amerikaning 103 ubu degan vaqtimizda hamda buning hammasi kuchli. Yolg'iz bu emas, butkul dunyodagi aksiya bozorida shiddatli kuch yuz berdi. Hammasi qalayimqon bo'lib ketdi. Hamda shu vaqtimizda yaqinda oldinglar, unda oltinning bahosi o'sib ketdi. Altınның bahsi hamma narsa tushunimish uyushib ketdi. Tarixdan bu ham shunday. Chunki kapitallarning hammasi, pul va haqning hammasi o'zininki shu iqtisodini saqlab qolish shunda qalayimqonchilik chiqqanda nima ish qilishini bilmaganda hammasi oltinga mablag' soldi-chu, pulni tutib tura oladi deb. Shuning bilan bu o'sib ketdi. Pul hammadan nari ko'p, aksiya bozorida, pul muomala bozorida ko'p. Undan hammadan ko'p pul topiladigan yer shu ekan. Shuning uchun bular amaliyotda bu qatim hujumi butunlay aksiya bozori orqali topdi. O'zi xabar chiqqanda o'z ishga oladi. Ta'tir bo'ron chiqqanda tushiga oladi. Amaliyotda buni bak tushunmaydiganlar, bu aksiya bozori bu kirmaganlar ko'rinishda, voy Amerika davlatimizga majat turib qo'ydi, davlatimiz qudrat topqashga bo'y berdi. To'g'ri, bu jihatda davlatimiz haqiqatan kuchli bo'lmagan bo'lsa, bunda qilolmaydi. Lekin ularning beplani va aqlichu majat turib qo'ysaqmi mayliki, o jihatda hergiz tutanmaymiz deydigan. Shunami? Undan sonra aksiya bozoridagi, egodagi, mush bozorda o'ynayotganlar, sizlar shunday tushundinglarmi? Pul urushidimi 36 tadbir bor. Hammasida konsulni ishlatmaymiz. Yangi davrda yangicha tadbir ishlata olaylik. Shunami? Undan sonra sizlar o'z ko'z qarashinglarni pengunchada qoldirib qo'ysanglar bo'ladi. Rahmat.